Bekarga robotxonalar bo'lsa, tunikafon qilib berishadi. Bekarga qilib berishadi 50 kvadrat do'stlarim. Buni yutib olish juda ham oddiy bo'lib qoldi. Shu videoda ostiga bitta chiroyli bir yozib qo'yinglar kommentariy. Negativ yozasizlarmi? Kommentinglar. Hozir biz sizlarga o'yinni kunni aytamiz. Eng ko'p like yig'sa ash kuni kelib turib ko'rsatinglar. Sizlarda robotxonalarga aynan ushbu suratni ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqa go'zal qaranglar, mashalloh. Tunikafon. Shuni sizlarga tayyorlab beradi. O'zingizlar endi bu yog'ini o'rnatib olasizlar do'stlarim. Bu akalarimiz tayyorlab berishadi. Sizlar olib borib o'rnatib olasizlar. Agar yetmay qolsa boshqa bo'lsa aytsanglar akalarimiz bu yog'ini 5-10 so'm qo'shasizlar ekan bu yog'ini qilib beradi 50 kvadratdan tevasin. Lekin 50 kvadrat smela standart robotxonaga yetar ekan do'stlarim. Albatta ushbu videoda ostiga shu akalarimizni Instagram akkauntlarini belgilab qo'yapman. Obuna bo'lishinglar shart. Do'stlar, faqatgina bitta odamga obuna bo'lib qo'yinglar, bo'ldi. Kelinglar, like'larni ko'rsatinglar va yutib olasizlar. O'yinimiz Instagramda bo'lib o'tadi. TikTokdan ko'rayotganlar bosinglar Instagramga, operator beka deb kiringlar va shu videoda ostiga belgilab qo'yapman. Obuna bo'lib turib, chiroyli komment yozinglar. Bir hafta. Bugun 7 ekan, 8-apreldan o'yinimiz boshlanyapti. Xudo xolasa 15-aprel kuni xudo xolasa peshin mahalda, peshindan keyin, peshinda o'qib kelib kelaverasizlar. Shaxsan o'zim sizlarni kutib olib, peshindan keyin mana shu yerda xudo xolasa topshiramiz. Like'larni tekshiramiz. Shu akkauntda yozgan, SMS yozgan akkauntning egasi bo'lishi shart. Bizga ko'rsatasizlar mana akkaunt deb turib. Do'stlarim, hammalarga omad tilaymiz, bosinglar gazini. Assalomu alaykum do'stlar. Tunikafon xizmatlarini ko'rsatgani keldik. Xullas, uylarga qanaqa tunikafon kerak bo'lsa, xudo xolasa bexijolat ayta olasizlar. Akalarimiz любой fasonda qilib beramiz dedi. Robotxonalarga, o'stirmalarga, xullas bundan tashqari tomlarga, sliflarimiz, xullas hamma xizmatlarimiz bor. Va sizlarga pulini ham aytib qo'yaman, xudo xolasa puli ancha cho'ntak bob, ro'zg'or bob. Do'stlar, puli 450 so'mdan ekan. Shaharning ichida dastavkamiz bekarga ekan. O shaharning ichida dastavkamiz bekarga. Misol uzoqlardan, oblastlardan ko'rayotgan bo'lsanglar, sizlarga zakaz qilasizlar, tunikalarni tayyorlab, solib, jo'natib olishadi. O'zingizlar pulini to'lab, tunikalarni tushirib olasizlar do'stlarim. Bu ishxonamiz ichi bo'ladi, ya'ni tunikafonlarimiz hozirda ham chiroyli robotxonalarga yarashyapti mana bunaqa. Har xil tunik, shaxmat desanglar, shaxmat. Xullas har xillar bor mana materiallarimiz, sifatli materiallar xudo xolasa. Misol kataloglar bo'lsa ko'rsatinglar yoki akalarimiz o'zlarida kataloglar bor albatta. Bularni tanlab qanaqa yarashadi. Endi keyin sizlarda agar ustolar bor bo'ladigan bo'lsa do'stlar, bu akalarimiz tayyorlab beradi. Ustolar bilan kelasizlar, tanlaysizlar, bu jo'natib yuborishadi. Yo'q, ustamiz yo'q deydigan bo'lsanglar, misol uchun opalarimiz, xolalarimiz bexijolat bu akalarimizda o'zlarining ustalari ham bor ekan, vishi urovindagi ustalar ekan. O'zlari o'lchab, kesib, netib, o'rnatib ham berishadi xullas. Bularni ham gaplasha olasizlar. Do'stlar, mana biz Furqat tomondan kelyapmiz. O'shkurga bo'ylar bor, bilasizlar. Tdan kelayotganda mana Mirzolim Somsaxona arka tomondan kelyapmiz, Mo'zi tomonga qarab. Ana ikkita zapravka bor. Red Petroleum Qirg'iziston. Ikki zapravkaning o'rtasidan kirsanglar, eski mol bozoriga borasizlar. Shu zapravkalardan o'tibla o'ng qo'limizda ushbu joyimiz. Bilmaganlar uchun men telefon raqamlarini aytaman. Telefon qilib kelsanglar ham bo'laveradi. 0707 bilan 40 24 00. Qaytaraman. 707 bilan 40 24 00.